hurmatli boshlovchi. Zo'rmi? Jamoa birinchi raundga o'tamiz. Ijduvondan kelgan savol o'qiyman. 1, 2, 3. Dan keyin qaysi raqam keladi? Necha bo'ladi? Yo'q, men 3 dan keyin pastdan uxlaganman-da, o'shani bilmayman. Qarang, 1, 2, 3, 4 tushundim. Birinchi dan keyin necha kelishni bilmaymizmi? Menimcha men yondashuv topdim. Bu mantiqiy savol-da. 1, 2, 3 jonimda qolmadi, kuch deydi. Javob Munisa Rizayeva. Tayyormi? Tayyor biz. Xo'sh, javob tayyormi? Munisa Rizayeva. Bundaymi? Bu miyalarni ishlatmay oxirga yig'ib nima qilmoqchilar? Tur javobi, tur. Aytdim masallaga.